Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 4 may günü Türk axbarat vasitələrinin Xitayning Şərq Türkistondagi heyit namozi bilan munosabatlik xato tashviqotini tarqatganligini ayiblaymiz degan temada axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda mundaq deyildi. Yaqinda Turkiyadagi Yangi Shafaq, Dirilish postasi, Qarar, Qrim xabar ajansi, Xitoy hukumatini qo'llaydigan Aydınlıq axboroti qatorliqlarni o'z ichiga olgan ijtimoiy axborot vositalari Xitoyning tashviqot sunini 6 yildan keyin Şərq Turkistonda heyit namozi o'qildi degan xato tema bilan qasddan tarqatdi. Uyg'urlarning Heyitgah masjidi oldida samo o'ynayotganligini tasvirlaydigan ko'z bo'yaydigan Xitoy tashviqot filmi dastlabda 3 may kuni Xitoyning TikTok tipidagi do'yiniga yo'llandi. Undan keyin Turkiyadagi hukumatsiz tashkilotning nufuzli rahbari Sharq Turkiston surgunda hukumatining diqqatiga bu sinni Turkiyaning tirishchanligi meva berdi. Allah buning uchun tirishchanlik ko'rsatganlardan rozi bo'lsin degan uchur bilan sundi. TikTokdagi sinda Sharq Turkistonning kultur markazi bo'lgan Qashqarning Heyitgah masjidining oldida yuzlagan Uyg'ur va fuqarocha kiyingan Xitoy bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan Xitoylarning chavaq chilib samo selayotgan ko'rinishi tasvirlangan. Uyg'urlarning heyit namozini o'qiyotganligiga oid hech qanday fakt yo'q. Türkiye taratqullari sin ko'rinishlarni 6 yildan keyin Sharq Turkistonda heyit namozi o'qildi degan tema bilan numussizlarcha tarqatdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston xalqi Türkiye taratqullarining Xitoyning tashviqotini tarqatib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan tanib olishi va o'zini aqlashiga yordam qilishini qattiq ayblaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma Bandi Türk taratqullarining Turkiyadagi qon qarindoshlarimizni aldash maqsadida tarqatgan Xitoyning saxta sirlarini qo'llab tashviq qilganligidan qattiq parishon bo'ldik. Uyg'urlar o'z ixtiyori bilan chavaq chilib samoga dastayotamdi yoki fuqarocha kiyinib olgan davlat amallik xodimlarining majburlashi bilan dastayotamdi, dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şərq Türkistan'a ziyaretke verişidin burunqi Xitayning ko'z bo'yamchi tashviqoti. Xitoy dunyoga Uyg'urlarning baxtli yashayotganligini ko'rsatish orqali Şərq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini inkor qiladi va jinoyatini oqlaydi, dedi. 2014-yildan boshlab Xitoyning 3 milliondan ortiq, balki 7 milliondan 8 milliongacha bo'lgan Uyg'ur va boshqa turk xalqini jazo lagerlariga 2020-yil sentabrda Xitoyning o'zining Aqtashliq kitobida aytilishicha kasbiy ta'lim-tarbiya yoki yangidan tarbiyalash markaziga qamagan. Oshkorlangan Xitoy hukumat hujjatlari va tashviqotlari, Sharq Turkistondagi lagerlardan qutulib chiqqanlarning guvohligi, sun'iy hamroh tasvirlari, Sharq Turkistonga ziyoratga borgan chet ellik sayohatchilar va ziyoratchilarning guvohligi Xitoyning jinoyatini oshkorladi. Uyg'ur va boshqa turk xalqlari majburiy tarbiyalanish, majburiy tibbiy sinov qilinish, sistemlik bosqinchilik va jinsiy parakandachilik, majburiy tug'mas qilib etilish, majburiy emgakka selinish, qiynash, hatto a'zolarini yig'ib olish qatorliq chekidan oshgan zulmlarga uchradi. 2014-yildan boshlab Xitoy hukumati Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi 16 mingdan ortiq masjidni taqidi va vayron qildi. Namoz o'qish, duo tilovat qilish, Ramazon tutishni o'z ichiga olgan barliq diniy faoliyatlarni chekladi. 850 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoyning yetim yesirlar va yotoqliq maktablariga avatilib, dinsiz Xitoy qilib tarbiyalandi. Bundan boshqa 10 minglarcha Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildi. Xitoy hukumatı va uning kompartiyasi elib borgan bu jinoyatlar xalqaroning ayblashiga uchradi. G'arbdagi 10 dan ortiq hukumat va parlament Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. O'rta Osiyodan qolsa, eng cho'ng Sharq Turkiston diasporasining makoni bo'lgan Turkiya, garchi Sharq Turkiston bilan uzun yillik tarix, madaniyat va milliy munosabat o'rtoqligiga ega bo'lsa-mu, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib, ayblayolmadi. Xitoyning yaqinqi ko'z bo'yima tashviqotini turk axborot vositalarining tashviq qilishi Sharq Turkiston xalqida turk axborot vositalari qasddan ishg'olchi Xitoyni Sharq Turkistonda marhamatli qilib ko'rsatishga tirishyapti qandoq degan savolni tug'dirdi va Xitoyning tashviqotini tarqatishda Turkiyaning rolining borligini faraz qildi.
Әгәр әхвал мушындaq bolsa, Türkiye hökumətinin sükuti Şərq Türkistan və onun xalqıga ziyoda ziyonliq. Şunisi aniqki, nurg'ulg'an Türkiye axborot vositalarining qaymoqtiradigan xabarlari dunyodagi Şərq Türkistan diasporasini g'azablantirdi və bunun arkasida nima sabab muddaning borligi haqida o'ylantirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Türk axborot vositalaridan Xitoyning tashviqotini to'xtatishini, Şərq Türkistan xalqidan kechirim so'rashini talab qiladi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Türkiye hökuməti və Türkiye Büyük Millet Məclisidən Xitayning yanında emas, bəlkə Türk qərindaşlarının yanında turishini talab qiladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Avropa Birligida turishliq vakili Məmtimin Əla əpəndi Türkiye haqiqatanmı Şərq Türkistanğa yordam qilmoqchi bo'lsa, Xitayning Şərq Türkistandagi Uyg'ur və başqa Türkiye xalqlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi kerak. Türkiye hökuməti Şərq Türkistanның Xitay tərəfindən besilgan zaman ekanligini e'tirof qilish orqali xalqaro jamiyatning Şərq Türkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishiga boshlamchilik qilib, haqiqatanmi Şərq Türkistanning yanida ekanligini ko'rsatish kerak dedi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Şərq Türkistan davosiga mas'ul advokati Rodney Deksun və Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Salih Xudayar əpəndi 3 may günü tor yig'ini chaqirib, Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga doir dalil isbotlar, Diloning taraqqiyoti haqida suhbat olib bordi. Yig'inga Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Avropa Birligida turishliq vakili doktor Məmtimin Əla əpəndi riyosatchilik qildi. Ən avdi bilan davlat marshi o'qilgandan keyin Baş ministerimiz Salih Xudayar əpəndi 2020 yılı 7 ayda biz Xitoy amaldorlarining ustidan xalqaro sudga arz sunib, Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Türkiye xalqlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni talab qilgan edik. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlardan Xitoyning jinoyatiga aloqador dalil isbotlar, ya'ni xalqaro sudga a'zo bo'lgan O'rta Osiyodagi davlatlardagi Uyg'urlarning Xitoyning buyrug'i bilan chegirdan qo'g'lab chiqarilib, Şərq Türkistanğa qaytarilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining qurboniga aylanganligiga doir isbotlar yig'ilib, xalqaro sudga topshirildi. Yaqindala Xitoyning jazo lageriga qamalib chiqqan bir shohid O'rta Osiyodan Amerikaga ilib kelinib, Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga ochiq-oshkora shohid bo'ldi. Diasporada yashayotgan nurg'ulg'an insonlar Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan sunilgan da'voning xalqaro suddagi taraqqiyoti, xalqaro sudning tekshirish etishi qatorliq nuqtalarda xabardor bo'lishga taqozo. Da'voga mas'ul advokat Rodney Deksunni arz ustida buningdan burunqi va buningdan keyingi ishlangan va ishlanadigan xizmatlardan doklad berishga taklif qilamiz dedi. Advokat Rodney Deksun Şərq Türkistan sürgündə hökuməti və Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkiloti nomidan xalqaro jinoiy ishlar sudiga sunilgan Xitoyning jinoyatini tekshirish talabiga asosan Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish uchun 2 yildan beri Tojikistonga o'xshash xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarda Xitoyning Uyg'urlarni Şərq Türkistonga majburiy qaytarib etib, u yerda sodir qilgan jinoyatlarga doir isbotlarni yig'ish orqali xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining qonun bo'yicha Xitoyni jazolash harakatini elib bordik. Uzunga suzilib ketishining sababi Xitoy virusining dunyo miqyosiga yamrab ketishi, xalqaro sudning bosh ayblig'ichisining almashib ketishidan iborat bo'ldi va xalqaro sudning 2021 yılı 7 ayning 10 kuni ikkinchi qatimliq dalil isbotlar, ya'ni Tojikistondagi minglagan Uyg'urlarning xalqaro sudga imzo qo'ygan davlatlarda Xitoyning ishlagan jinoyatlariga qarata Xitoy bexatarlik organlarining odamlari tarafidan Tojikiston hukumatining moslashishi bilan qandoq qilib sistemlik turda qaytarilganligi haqida shohidlarning bergan guvohliklari yig'ilib, bosh sudchiga topshirildi. Advokat guruhimiz Tojikistonda Uyg'urlarning qandoq qilib Xitoyga qaytarilganligi haqida maxfiy tekshirish olib bordik. O'zini oshkorlashni xohlamaydigan shohidlarning guvohlik so'zlari, isbotlari yig'ilib, bosh sudchiga topshirildi. Biz bu haqda ma'lum bir ilgirlashlarni qo'lga keltirdik. Bizning bundan keyin qiladigan yana nurg'ulg'an xizmatimiz bor. Dalil isbotlarni yana to'xtamay yig'yapmiz. Bosh sudchining topshirgan aybnomamizga qarab chiqishini kutyapmiz. Yaqinda biz Yevropa miqyosidagi davlat hukumat parlamentlari siyosiy yo'llar bilan ko'rishish orqali ularning qo'llashini qo'lga keltirib, xalqaro sudning Diloni tekshirishini ilgari surish uchun besim ishlatishni talab qilyapmiz. Rossiya-Ukraina krizisida xalqarodagi davlatlarning siyosiy yo'llarning Rossiyani ayblashining eshishiga ergishib, Ukrainaga nisbatan foydali vaziyatning maydonga kelayotganligini ko'ryapmiz. Ukrainadagi krizis bilan Şərq Türkistandagi krizisni selishtirganda xalqaro qonun tartiblar bo'yicha bir taraf qilinish jihatda ikki diloning ishlanishi mohiyatda o'xshash. Chunki Xitoy xalqaro sudga imzo qo'ymagan davlat.
Ammo xalqaro sudga imzo qo'ygan davlat Tojikistonda jinoyat ishlagan. Rossiyamo xalqaro sudga imzo qo'ymagan davlat. Ammo xalqaro sudga imzo qo'ygan davlat Ukrainada jinoyat sodir qilyotidi. Xalqaro sudning bu ikki deloni tekshirishi o'xshash bo'lishi kerak. Bizning bundan keyin qiladigan yana nurg'ulg'an xizmatlarimiz bor. Biz barliq insonlardan tashviqot salmoqini oshirishni, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan jinoyatini davomli turda ijtimoiy axborot vositalarida ham bahilab turishlarini, har qaysi tashkilotlar va siyosiy yo'llarga xabardor qilishini, jamoat fikri shakllantirishini, bu masalaning jiddiyligi va ta'xirsizligini oshirishini umid qilamiz. Shundoq qilganda qarlig'uchilarning Xitoyning jinoyatini tekshirishini ilgari surgili bo'ladi. Shu orqali Uyg'urlarga adolat elib kelgili bo'ladi. Xizmatimizning o'ngishli bo'lishi uchun ma'naviy va moddiy jihatda qo'llashinglarni umid qilamiz. Biz da'voda g'alaba qilish uchun nurg'ulg'an shohidlarga ehtiyojimiz bor. Ularni 3-chi davlatga qaytarib kelish uchun mablag'ga muhtoj bo'lamiz. Shunga i'ona qilishinglarni talab qilamiz. Sharq Turkiston xalqi uchrayotgan zulmga ko'z yummaslik, zolimlarni qonun bo'yicha jazolashni qo'lga keltirish hammamizning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati dedi. Rodney Dekson naq maydonda so'ralgan savollarga javob berib, Sharq Turkistonning besilingan zamin ekanligi xalqaro sudning tartibi ichida bo'lsa qarab chiqiladiganligi, besilingan zamin yoki emasligining xalqaro sudda isbotlanishining sudning doirasi ichida bo'lishining muhim ekanligi, Xitoyning jinoyatining xalqaro sudning doirasi ichida bo'lganligi uchun da'voning ishlanayotganligi, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Xitoy ustidan jinoiy sud ochganda irqiy qirg'inchilik shohidlariga to'lam to'lanadiganligi, jazo yurgizgan shaxslar ustida arz qilish orqali turishliq davlatning qonuniga asosan to'lam to'lanadiganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining va yoki har qanday bir kishilik huquq tashkiloti, parlament va hukumatlarning Sharq Turkiston krizisi haqidagi doklatining da'voning kuchini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Insonga iymondan keyin lozim bo'ladigan hur vatandir. Vatan omonatdir. Vatanni tajovuzchidan qo'g'dash, qutqizish zarur bo'lgan farzdir. Vatan olgan nafasdir. Vatanparvarlik g'ururning yuksak pallasidir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik dushmanning oldida shirdak hurkurmak demakdir. Vatanparvarlik dunyo maishatlaridan voz kechish demakdir. Vatanparvarlik kollektiv manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun ko'rish demakdir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik Allohga dal tavakkul qilish demakdir. Vatanparvarlik o'limga yugurish demakdir. Vatanparvarlik iymonning kuchini ko'rsatish demakdir. Vatanparvarlik yuraklik bo'lish demakdir. Vatanparvarlik ro'yi eng oliyjanob ruhdir. Vatanparvarlik eng bo'lmagan millat hurliqqa, zavolliqqa mahkum millatdir. İzzat obro'yini qo'g'dab yashash uchun yo mustaqillik, yo o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.